islom dinida bo'lmaganman. Xudoylaringiz ichidan. Mirziyoyevdan ham o'qimaymanmi? O'zimni qanaqaligimdan uyaladigan odam emasman men. Nima endi senlar zombiga o'xshab xudoga ishonsang, men ishonishim kerakmi? 9 oy onangning qornida kim senga suzishni o'rgatdi? Kim? Qaysi maktab? Kim senga 9 oy suvda suzishni o'rgatdi? Va 9 oydan keyin esa sen uchun Alloh ilojsiz narsani ilojli qildi. Alloh iloji yo'q narsani ilojli qildi sen bu dunyoga kelishing uchun. Ya'ni aytingchi menga, qanaqa qilib shuncha narsa mana buncha joydan chiqishi mumkin? Alloh seni bu dunyoga kelishingni ilojli qildi. Sen kelding yalang'och, oyoq kiyimsiz va sunnat qilinmagan holda. Qo'llaring bor edi, lekin ushlay olmasding. Oyoqlaring bor edi, lekin yura olmasding. Og'zing bor edi, lekin yeya olmasding. Kim senga qarasdi o'sha payt? Kim seni boqardi o'sha payt? Onangning ko'kragida bugungi kungacha hamma olimlari bilan, hamma bilimlari bilan, hamma xom ashyoyu anjomlari bilan va hamma pullari bilan Alloh onaning ko'kragiga joylashtirgan ajoyib sutning formulasini odamlar hali ham o'ylab topisha olgani yo'q. Hali hanuz o'ylab topisha olgani yo'q. Alloh buni onaning ko'kragiga kim uchun joylashtirdi? Kim buni pulini to'ladi? Kim buni so'ragandi? Yozda u uni sovutardi. Qishda u uni istardi sen uchun. Kim buni sen uchun qildi? Kim senga har tunda qarardi? Kim joylashtirdi mehr, muhabbatni insonning qalbiga? U seni har bir xohishingni bajarishi uchun. Sening oyoqlaring yurmasdi, Alloh yuriy oladigan qildi. Qo'llaring ushlay olmasdan, Alloh ushlaydigan qildi. Og'zing bilan yeya olmasding, Alloh tishlaringni o'stirdi. Alloh senga aytdi. Alloh senga aytdi. Yuragingni har bir urganida yuraging Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh senga biron marotaba yo'q dedimi? Taxminan 100,000 marotaba uradi. Alloh biron marotaba yo'q dedimi? Har bir nafas olganingda o'pkalaring Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh biron marotaba yo'q dedimi? Hattoki harom ish qilayotganingda, hattoki zino qilayotganingda, hattoki uning g'azabini keltirganingda, hattoki sen nohaqlik qilsang ham, o'zingga qarshi, o'zingga zarar qilgan holda, aniq Alloh harom qilgan, Alloh rozi bo'lmaydigan ishni qilganingda, hattoki o'shanda sen harom qilayotganingda, sening yuraging har doimgidek yana Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh har doimgidek yana ruxsat beryapti.